Xo'sh, men so'rayman, Xudo o'z xalqini rad etdimi? Aslo. Chunki men o'zim ham Ibrohim naslidan, Benyamin qabilasidan bir Isroillikman. Xudo azaldan bilgan o'z xalqini rad etmadi. Isroilga qarshi Xudoga shikoyat etgan Ilyos payg'ambar haqidagi oyatda nima yozilganini nahotki sizlar bilmasangiz? Yo Rabbi, sening payg'ambarlaringni o'ldirdilar, qurbongohlaringni vayron qildilar. Yolg'iz men qoldim-u, mening jonimga ham qasd qilmoqdalar, degan edi Ilyos. Xudo unga qanday javob berdi? Baal oldida tiz cho'kmagan 7000 odamni men o'zim uchun ajratib oldim. Xuddi shunday, hozirgi vaqtda ham Xudoning inoyati bilan saylab olingan bir ozchilik bordir. Ular Xudo inoyati tufayli saylanganlar, demak savob ishlari tufayli saylangan emaslar. Aks holda inoyat yana inoyat bo'lmas edi. Agar ular savob ishlari tufayli saylanganida edi, yana Xudo inoyatiga o'rin qolmas edi va savob yana savob bo'lmas edi. Bu nimani bildiradi? Isroil izlaganiga erishmadi. Faqat saylanganlar izlaganiga erishdilar. Qolganlarning esa diydasi qotib qoldi. Xuddi Tavrotda yozilganidek. Xudo ularga qattiq uyqu ruhini yubordi. Bugungi kunga qadar ko'rmaydigan ko'zlar, eshitmaydigan quloqlar berdi. Davud ham deganki, ularning dasturxoni o'zlari uchun to'ru qopqon, tuzoq hamda jazo yeri bo'lsin. Ko'zlari qorong'ilashib, ko'rmaydigan bo'lsin, bellari abadiy bukilib qolsin. Shuning uchun men so'rayman, Yahudiylar yo'q bo'lish uchun qoqindilarmi? Aslo. Ammo ularning rashki qo'zg'alsin deb, ularning gunohkorligi tufayli boshqa xalqlarga najot keldi. Agar Yahudiylarning gunoh qilib barbod bo'lganligi barcha dunyo xalqlariga qut baraka keltirgan bo'lsa, ularning kamol topishi naqadar ko'proq qut baraka keltiradi. Endi dunyo xalqlaridan bo'lgan sizlarga xitob qilaman. Men g'ayri yahudiylarning havoriysi bo'lib, bu xizmatimni faxrli deb bilaman. Agarda men o'z qon qardoshlarimning rashkini qo'zg'atib, ulardan qandaydir ba'zilarini qutqarib olsam, agar ularning rad qilinishi dunyoning Xudo bilan yarashishiga imkon bergan bo'lsa, qabul bo'lishlari o'limdan hayotga qaytishdan boshqa nima bo'la oladi? Agar achitqi muqaddas bo'lsa, xamir ham muqaddasdir. Agar tomir muqaddas bo'lsa, novdalar ham muqaddasdir. Xo'sh, endi zaytun daraxtining ba'zi novdalari sindirilgan va sen yovvoyi zaytun butog'i bo'la turib, novdalar orasiga payvand bo'lgansan. Daraxtning shirador tomiriga ulangansan. Lekin novdalar oldida g'ururlanib ketma. G'ururlansang, bilginki sen tomirni emas, balki tomir seni ko'tarib turibdi. Ehtimol sen mening payvand bo'lishim uchun novdalar sindirildi dersan. To'g'ri, Isroil xalqi iymonsizligi tufayli sindirildi. Sen esa iymoningda mahkam turasan. Shunga qaramay maqtanma, balki qo'rq. Yo'qsa Xudo asl novdalarni ayamagani kabi seni ham ayamasligi mumkin. Shuning uchun sen Xudoning mehribonligini ham, qattiq qo'lligini ham bilib qo'ygin. Yiqilganlarga u qattiq qo'ldir, ammo sen uning mehribonligiga sodiq qolsang, senga mehribondir. Aks holda sen ham kesib tashlanarsan. Yahudiylar iymonsizlikda qattiq turib olmasalar, ular yana payvand bo'ladilar, chunki Xudo ularni yana payvand qilishga ham qodirdir. Sen tabiatan yovvoyi zaytun novdasi bo'la turib kesilding va tabiatga xilof ravishda yaxshi zaytun daraxtiga payvand bo'lding. Shunday ekan, asl novdalar o'z daraxtiga yana payvand bo'lishi naqadar osondir. Ey birodarlarim, siz tag'in o'z bilarmon bo'lib qolmanglar deb bu sirdan xabarsiz qolishingizni istamayman.
boshqa xalqlardan najot topadiganlarning soni tamom bo'lmagunga qadar Isroil xalqining vaqtincha diydasi qotgan. Shunday qilib, butun Isroil qutulajak, Tavrotda yozilganidek. Qutqaruvchi Siyondan kelajak, Yoqub elidan betafqni daf qilajak. Men ularni gunohlaridan forig' qilganimda, ular bilan mening ahdim bu bo'lajak. Injil xushxabarini rad qilganlari sababli yahudiylar sizlarning manfaatingiz uchun Xudoga dushman bo'lib qoldilar. Lekin Xudo ularni tanlagani sababli ota-bobolari xotiri uchun ularni aziz deb biladi, chunki Xudoning in'omlari va da'vati o'zgarmasdir. Sizlar bir vaqtlar Xudoga itoatsiz bo'lib, lekin endi yahudiylarning itoatsizligi tufayli marhamatga noil bo'ldingizlar. Shunga o'xshab, endi yahudiylar ham sizga ko'rsatilgan marhamat tufayli itoatsiz bo'ldilar, toki ular ham endi marhamatga noil bo'lsinlar. Chunki Xudo hammaga marhamat ko'rsata olishi uchun hammani itoatsizlikka giriftor qildi. Oh, Xudoning saxovat va hikmati hamda bilimining chuqurligini qarang. Uning hukmlariga kimning aqli yetar, yo'llarini kim tekshirib chiqar ekan? Xudoning aqlini kim bilgan ekan? Uning maslahatchisi kim bo'lgan ekan? Kim Xudoga bir narsa bermishki, Xudo unga qaytarib bersin? Butun borliq undan chiqib u orqali bordir va unga qaratilgandir. Unga abadiy shon sharaflar bo'lsin. Amin.